Edmonton International, Magma Films, DRTV va Super RTL hamkorlikda taqdim etadi. Hans Christian Andersen ertaklari asosida. Qizaloq Idaning gullari. Hozir sizlarga mitti qizaloq Ida haqida gapirib beraman. Ida va uning gullari. Shunday qilib 16. Yaxshi, bugungi saboq tugadi. To'xtang, ustoz Karl, sizga gullarimni ko'rsatmadim. Sofi, uxlashga tayyormisan? Tim, seni ishlaring qalay? Yo'q, ularga nima qildi? Qizaloqni bugun nimaga o'rgatdingiz? Qo'shish amaliyotiga va husnixat saboqlariga. Juda yaxshi. Bu eng asosiy bilim. So'ngra esa unga bitta ertak o'qib berdim. Miyasini keraksiz ertaklar bilan to'ldirmang. Buni nima keragi bor? Vaqtingiz bo'lganida o'qib chiqing. Tushunib olasiz. Bekorchi vaqtim bor ekanmi? Meni gullarimga qarang. Ularga nima bo'ldi? Nazarimda ular allaqachon so'lib bo'lgan. Sen nima deb o'ylovding? Hamma gul ertami kechmi albatta o'ladi. Unga quloq solma. Ular o'lmagan. Ular bor yo'g'i so'ligan. Gullar nega so'lishini bilasanmi? Gullaring kecha balda bo'lgan. Shuning uchun ham shunchalik xorigan ko'rinishadi. Axir gullar raqsga tushishni bilishmaydi-ku. Shunaqangi bilishadiki, tun yarmiga kelib, hamma uyquga ketganda ular balga ravona bo'lishadi. Bu ziyofat deyarli har tun sodir bo'ladi. Nahotki, bu qayerda bo'ladi? Shahar darvozasi yaqinidagi qasrni bilasanmi? Qirol yozni o'tkazadigan, tamoman gullarga burkangan bog'ni aytyapman. Albatta bilaman. Axir kechagina o'sha bog'da bo'lgandim. Faqat u yerdagi daraxtlar yalang'och bo'lib, bironta gul ko'rinmasdi. Juda ham to'g'ri. Unda gullar qayerda edi? Ularni bari qasr ichida edi. Tuni bilan o'sha yerda raqs tushishadi. Qirol o'z ayollari bilan qishlagani shaharga jo'nashi bilanoq gullar bog'ni tark etib, qasr ichiga chopishadi. Ular juda ham baxtiyor edilar. Yoqimli musiqa. Juda go'zal. Faqat biroz zerikarli va horg'in. Jim o'tirsangiz bo'lardi. Nafosatdan bahramand bo'lishga xalaqit bermang. Endi bizni galimiz bo'lishi mumkin emas. Xursandmisizlar? Bu boshqa gap. Siz haqsiz. Tuni bilan shunday raqsga tushishadimi? Ha, albatta. Faqat qari qorovuldan o'lgidek qo'rqishadi. U qasr bo'ylab aylanib yuradi. Belim.
Suyaklarim, qaylarim, juda qarigan, belim suyaklarim, tizzalarim. Bu yana nimasi? Qiziq. Juda qiziq. Acaba, demak boshim ham joyida emas ekanda. Yana boshladingizmi, Karl? Qizaloqni boshini bo'lmag'ur ertaklar bilan to'ldiryapsizmi? Raqsga tushayotgan gullar g'irt safsata. Balki ertakdir, lekin bo'lmag'ur safsata emas. Bu narsa biroz bo'lsa-da aqlli bo'lgan odamga ayon haqiqat-ku. Borib aylanib kelaman. Bilasanmi, men ham ketishim kerak. Uy vazifasini unutma. Ertaga ertalab ko'rishamiz. Ertaga ko'rishguncha, ustoz Karl. Meni kechir, Sofi. Bugun sen o'z o'rningda uxlamaysan. Bechora gullar yaxshilab dam olishi kerak. Shunday. Sizlar esa bu yoqqa. Xo'sh, yaxshiroqmi? Choy ham olib keldim. Tezroq tuzalinglar. Xayrli tun. Bugun raqsga borganingizda kechagi xatolarni qaytarmang. Kelishdikmi? O'sha tunda Mitti Ida anchagacha uxlay olmadi. U ustoz aytib bergan voqea haqida o'ylardi. Raqs tushayotgan gullarni. Nihoyat u ham uyquga ketdi. Voy! Nima bu? Hamma raqsga tushadi. Ayniqsa sizlar. Qani, tezroq bizga qo'shilinglar. Har doimgidek yoqimtoysiz. Nima bo'lyapti bu yerda? Raqs? Nega meni taklif qilmadinglar? Sizni mamnuniyat bilan taklif etaman. Bu raqsni menga baxsh etasizmi? Yo'q, hech qachon. Mayli, ixtiyor sizda. Mendan nari keting, hoziroq. Men kelajakda haqiqiy shahzoda bilan tanishishga umid qilgandim. Kechiring. Biz sizga mos emasmizmi? Nega hammangiz atrofimda girdi-kapalak bo'lyapsiz? Sen bizga o'z o'rningni berding. Shundan minnatdormiz. To'g'ri, juda minnatdormiz. Bilsang, hayotimiz oxirlab boryapti. Bilmagandim. Juda qayg'uli. Iltimos, Mitti Idaga aytib qo'y, bizni boqqa ko'msin. Shunda biz kelasi yozda yana tirilamiz. Yana ham chiroyliroq bo'lib ochilamiz. Unga hamma gapingizni aytaman. Endi esa raqsga. Ey Xudoyim, bu yerning musiqasi juda jonli-da. Bu haddan ortiq sho'x emasmi? Bu haddan ortiq go'zal emasmi? Xonimlar, raqsga tushish vaqti keldi. Meni kechir, masxaraboz. Axir tushyapsiz-ku.
Mana bir qarang. Hamma raqsga tushsin. Sofi, menga aytadigan gaping yo'qmi? Mitti Ida birdan o'ylanib qoldi. Nahotki buning bari tush bo'lsa. Lekin keyinroq tushunib yetdi. Hammasi bo'lganda, chindan bo'lganda. Bugun men sizlarni boqqa ko'maman. Kelasi yozda qaytadan yanada go'zal bo'lib o'sib chiqasiz. Bu yerda nima qilyapsizlar? Qayta tirilishi uchun gullarni ko'myapmiz. Qayta tirilishi uchun gullarni ko'mayapmiz? Uni kun bo'yi ko'msangiz ham endi hech qachon qayta tirilib kelmaydi. Tentak qizaloq. Unga quloq solma. Vaqt kelib yanglishganini o'z ko'zing bilan ko'rasan. Maslahatchi chindan ham adashgandi. Film O'zbekiston teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Feruza Xo'jayeva. Unga aktyorlar Barno Qodirova, Muhammadjon Xo'jayev, Muhabbat Qoraboyeva va Abdulhayot Xo'jayevlar ovoz berishdi. Rejissyor Ulug'bek Shoynazarov, ovoz rejissyori Bobur Dadaxonov, rejissyor assistenti Abdurashid Jo'rayev, muharrir Nurulla Narzullayev.